Помочь подвезу до туда. Спасибо, брат, большое. От души. Tуда. Samarqand. Ya, keling olib boraman, qay ketyapsiz? Yuring, keling, bering menga birontasini. Bering. Ya, Samarqanddan akankisiz? Qarasam qiynalib ketyapsiz-da. İşler haydi orada da. Ye, nimaga? Minut время dedi, böyle de vakit izledi. Hocamdan girse oldu da. Azziq bo'lmang. O'zi qarasam qiynalib ketyapsiz. O'zi ketishim kerak edi, ana unga. Veteranov tomonga ketishim kerak. Veterani, siz menga adresni ayting, qay borasiz? O'g'lim, veteranov qayerga borish kerak? Veteranlar sana hozir amir iltimos iltimos olib kelamiz. Bir soatda boramiz. Oshna yaxshimisiz? Katta odamni 1 soat kuttirmaylik. Ayting adresni, men olib borib qo'yaman, yarim soat vaqtim bor. Severniy prospekt 24, korpus 1, to'g'rimi? Men industrialniga ketyapman, u yoqdan yaqin. Necha kun olib kelasiz aka? Bitta duoga olib kelaman. Bo'ldi, mana navigatordan 40 minut yo'l ko'rsatyapti. Bo'ldi, sog' bo'ling. Ana shunaqa o'zi moment haydasa, davay deb. O'rislar haligi qizig'i yo'q-da. Endi bular endi qani desam, drujba, slujba. Shunday. Siz o'zingiz Tojikistonlik. Ha, Qayerdan Tojikistonlik. Tojikiston? Men Dushanbe shahridan. Shaharda o'zida. Ha. O'sha yerda tug'ilganman, o'sha yerda o'qiganman. Ana universitetni ham o'sha yerda tugatganman. Birinchi podezan. Birinchimi? Ha, bo'ldi. Men u 8-podezga yaqin o'zi aylanib kiraman. Kenja farzandi, ha? Yo'q, bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmi? Charchamay yuribsizmi? Ha, Xudoga shukr. Muzaffar aka, mana yuklaringiz. Ushlayapsizmi? Mana bu shunday inson akam yo'lda meni ko'rib, mana Almetdan anaga borib, pametnik sedan chiqyapti degan narsadan. Aka dedi, "Kуда вам помочь может?" На это не что-то вроде меня здесь kelishim. Откуда Samarqand? Buyoqqa keling edi. bunaqa qilsangiz, men ishoning, bu narsani qilmang. Men chin dildan aytayapman. Menga bitta duo bering bo'ldi. Umijon, ilohi omin. Mana shu topganingiz oltin bo'lsin. Ilohi. Yo'lingiz hamisha oq bo'lsin. Ilohi. Topganingiz oltin bo'lsin. Allohu akbar. Muzaffar aka. Mana akam, Onalari o'zbek ekan, otalari tojik ekan. do'stim, mayli. Insonda Xudo rahmat. Rozi bo'ling. Xo'p, bo'p, qaysilarga omad. Xudo o'z panohida asrasin.